konumuz kentsel mikro bölgelerde mühendislik hatlarının projelendirilmesi. Yani şehir mikrotonalarda mühendislik tarmaqlarını loyihalash. Kent organizmasının sınır ve kan damarı sistemi olarak tanımlanan mühendislik altyapısı verimli şekil planlamasının temelidir. Yani şehir mühendislik tarmaqları şehir bosh rejasida yo'llar qanday kasb ya'ni skeletini suyagini tashkil qiladi dedik-ku. Yani bu muhandislik tarmoqlari esa shahar bosh rejasining nimasini qon tomiri va asab tizimi kabi o'zining vazifasi bor. Yani bu yerda aytyapti shahar loyihalashning asoslaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bütünleşik yaklaşım teknik koridor ilkesi. Kompleksli prensibi. Mikro bölge düzeyinde mühendislik altyapısının projelendirilmesi teknik koridor ve bütünleşik yaklaşım ilkelerine dayanır. Ortak kolektörlerde tüm ana hatları birleştirilmesi, yol kaplamasına zarar vermeden bakım imkanı, dikey planlama ile senkronizasyon. Bu yerde aytyapti biz yaklaştık mühendislik tarmoqlarini bitta joyda su tarmog'ini, elektr tarmog'ini, gaz tarmog'ini, kanalizatsiya, ta'minoti, aloqa barchasini bitta joyda kollektorlarda o'rnatish. Bu yerda buning foydasi nimadan iborat? Bitta joydagi kollektorlarda joylashtirishning maqsadi buni texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash ishlari arzonga tushadi ham oson. Keyin bu yerda yo'l sinxronizatsiya qilishimiz kerak. Yo'lga parallel qurib, binolarga parallel qurib, ya'ni vertikal joylashtirishda buni ham qo'shib ketishimiz kerak. Güvenilirlik ve ekonomik verimlilik. Döngüsel sistem su ve elektrik şebekeleri ring şekilde tasarlanır. Arıza durumunda alternatif güzergah ile kesintisiz hizmet sağlanır. Bölümlendirilme, şebekeler ayrı bloklara ayrılır. Arıza sadece küçük bir alanda etkiler, tüm bölge kesilmez. Optimizasyon. Borular binalarda paralel ve en kısa güzergahta geçebilir. Hidrolik direnç ve malzeme tüketimi azalır. Bu yerde ekonomik taraftan, iqtisod taraftan ve xavfsizlik taraftan prinsiplarga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda nima deyapti? Boya aytganimizdek suv tarmog'i, elektr tarmog'i barchasini ketma-ket qilsak, qanday muammo kelib chiqadi? Yo'qbek, qanday muammo kelib chiqadi? Yo'q, ma'lum bir o'rta qismida uzilish paydo bo'lsa, qisqacha shu suv quvurlarining teshilishi, undan keyingi umuman sistema buziladi, tamom uzilib qoladi. Bu yerda ring deyapti. Aylana halqa usulida bo'lsa, bitta joyda o'chib qolgani bilan unga boshqa tarafdan kelib qo'shiladi. To'g'rimi? Kelib qo'shiladi. Ha? Bu yerda Ya rasmda var idi. Rasmda ko'rsatdim-ku. Misol halqa deb bo'lgan bo'lsa, misol yo'llarni bitirib ketib qolgan bo'lsa, misol nelerden misol bunday yerda go'shtni to'qim mashinada to'qim bosib yaxshi bu yoqdan bo'lsin. Buni bu yoqdan ham deyib olgan kelaversa, misol bunday yerda go'shtni mana yerdan qatdan bunday yerdagi bunadan kelib, bundan borib tursa, mana yerdagi go'shtni u bu yoqdan kelib, bu yoqdan boraveradi. Tushunibmi? Agar parallel kelib bunday turgan bo'lsa, ne bo'ladi? Bu yoqdan boshqalarning yeri A tochkasi bu yoqda bo'lsa, B tochkasi bu yoqda bo'lsa, bu yerdan keldi. Bu yerdan ketdi, tamam. Bu yoqda to'q, suv, go'sht. To'qlarda nelarda bo'ladi bu? Keyin aytib muhandislik tarmoqlarini ko'pincha binolarimiz bor-ku, so'g'a yaqin va parallel ham yaqin qurishimiz kerak. Shuning uchun bu yerdagi misol oddiy bir suv quvurini
qolsak, yaqin qursak, material жағын unutamiz do'stlar. Yaqin deb keladi do'stlar. U tek bir nemiz, binomiz bu bize shaharda mikrotumanni loyihalashtiramiz do'stlar. Ikkinchi tarafini bosimda, sug'urta bosimda aytamiz. Uzoq yerdan kelgani bilan yaqin yerdan kelganini farqi bor do'stlar. Su temini sistemi, dünyasal hidrolik şema, kapalı devre şebekeler suyun kesintisiz sirkülasyonu sağlar. Ölü noktalar oluşmaz. Her 100-150 metrede yangın hidrantları yol kenarına yerleştirilir. Döşeme derinliği, borular donma seviyesinin en az yarım metre altında gömülür. Bir yerde yaklaşık yangın su teminatı su teminatında boyagi halqa usulda bo'lishi kerak deyapti. Bu yerda uzluksizlik, ya'ni uzilib qolmaydi. Su ta'minotidan boshqasidan. Keyin su, maishiy o'zimiz foydalanadigan ichimlik suvi bor, to'g'rimi? Keyin maishiy suvlar bor. Bu yerda aytayapti, undan boshqa yong'in, favqulodda xizmatlar uchun kerak bo'lgan suvlar bor, to'g'rimi? Uni biz yo'l chetida qo'yish kerak bo'lgan inshoot var, qurilma var, gidrant. Yani yong'in xavfsizligi mashinalar kelgan vaqtda bu yerda aytibdi, yong'inga qarshi yong'in vujudga kelganda uzluksizlikdan suvni ta'minlab berish uchun gidrantlardan foydalanadi. Kanalizatsiya va drenaj sistemlari, jazibeli aqish prinsipi, oqib sular davom jazibeli çalışır. Minimum en zorunlu 100-150 mm çap, günde 7-8 eğim, her 35 metrede muayene bacasına. Yağmur suyu sistemi, yüzey suları evsel kanalizasyondan ayrı tahliye edilir. Artmaz tesislerine aşırı yük bilindirmez. Böyle kanalizasyon drenaj sistemi var. Şimdi su sistemasidan o'zini olganimizda kanalizatsiya sistemasi bor. Keyin bundan tashqari bizning ichimlik suv quvurlari ham bor, to'g'rimi? Uni bir-biriga juda ham yaqin qilmasimiz kerak. Bu baribir buzilish nima holatlari kelib chiqadi. Keyin suvning sifati buzilishi mumkin. Keyin bu yerda aytyapti, texnik parametrlarni aytyapti, 100-150 mm, her 30-35 metrede texnik xizmat ko'rsatish mumkin bo'lgan hududlarni aytyapti. Keyin yomg'ir suvi sistemasi. Bu yerda nima? Yomg'ir suvi bilan bizda binolarda inshootlarda chiqayotgan suvlar bor. To'g'rimi? Yomg'ir suvi bor. Bu yerda aytyapti, yomg'ir suvi bilan buning quvurlari alohida bo'lsin deyapti. Ya'ni yomg'ir ko'p yog'gan paytda quvurlarga tushayotgan, kanalizatsiyaga tushayotgan yuklamani kamaytirish uchun. Tushunarlimi? Gaz sistemi, ısı ve gaz sistemi. Isı yalıtımı. Bu yerda boru içinde boru sistemi iş kaybını %2-3'e kadar düşürür. Basınç sınıflandırılması. Yerleşim alanlarında alçak basınçlı gaz boruları kullanılır. Güvenlik sistemleri. Burada 10-15 metre mesafede iyi havalandırma açık alanlarda yerleştirilir. Bir yerde ısıtlık teminatı ve bizde gaz teminatı var. Doğru mu? Isıtlık teminatı deganimizda biz kış günü nima qilishimiz kerak? Isitish sistemasi kerak bizga. Doğru mu? Bu qanday bo'ladi? Avtonom ve merkezleştiriladi. Doğru mu? Katta markazlar qozonxonalardan mikrotuman shaharlar ısıtlık teminatı yetkazib beriladi. Bundan keyin gaz sistemasi. Gaz sistemasi nida sistemasini o'zini aytib ketsak, hozir zamonaviy texnologiyalar bilan issiqlik ta'minotini, nima desam bo'ladi? Sarfi, issiqlik sarfi bo'ladi, to'g'rimi? Turba qizigandan keyin faqatgina ichidagi suv emas, ne bilan, atmosfera bilan, havo bilan issiq almashadi, to'g'rimi? Fizikada. Buni issiqlik sarfini kamaytirish uchun turba ichida turba sistemasi bor. Yani 2-3 bu turbalar neticesinde ısıtlık sarfı 2-3% tezaladi.
Keyin bu yerda aytyapti, gaz sistemasida boshqa tarmoqlardan 10-15 metr uzoqroqda va havolantirma ventilyatsiya sistemasi bor hududlarda bo'lishi kerak. Nima uchun? Baribir gaz sistemasi xavfli sistema, to'g'rimi? Uni is gazidan zaharlanish, portlash xususiyatlariga ega. Shuning uchun boshqa tarmoqlardan 15 metr ham va u hududda ventilyatsiya sistemasi, havo shamolatish sistemasi ham bo'lishi kerak. Teşekkürler. Burada yazıyor yol altyapısına entegrasyon. Yol infrastrukturasiga integratsiya qilishimiz kerak. Şebeke turi, bu yerda suv bo'rulari, yeşil alan qoldirilgan, ularning sırasida yo'l qatnovasi ko'rinib, kanalizasyon, tash yo'lni ekseni kendiliğinden akış için en alçak kod, elektrik kaldırılıb altı, ağır yük araçlarından koruma, iş şebekeleri, ayrı koridor, yüksek sıcaklığı ve genleşme, rogar kapakları asfalt seviyesinde olmalıdır. Zeptik, mehol gövdeleri kaplanma bütünlüğünü korur dedi. Bu yerde aytyapti, bugungi mavzumuzdagi muhandislik tarmoqlarini yo'lga integratsiya qilishimiz kerak. Yo'l bilan integratsiya qilishimiz kerak. Nimalar qayerda bo'lishi kerak? Masalan, suv quvurlari, yashil maydonlar, trotuarlar tagida deyapti, kanalizatsion tash yo'l qatnovasi bor-ku, shuni tagida deyapti. Keyin elektriklar, tok kaldırımlar, trotuarlar tagida deyapti. Keyin buni aytib ketishim kerak, bir-biri bilan bog'lanishi, suv issiq ta'minot va bu turbalarda suv kerak. Keyin gaz va elektr usuni, elektr bilan bu ikkisini bog'liqligi elektr yuqoriroq bo'lishi kerak. Suv sistemasi, ya'ni ichimlik suvi bo'lsin, issiqlik ta'minotini quvurlar bo'lsin, elektr tarmog'i yuqorida bo'lishi kerak degan yuqorida o'tkazsak.